Kesar kesish yo'li bilan tug'ilgan bolalarda kelajakda astma nisbatan ko'proq uchraydi. To'lg'oq og'rig'i astma xurujidan himoyalaydi degan qarash mavjud. Homiladorlik davrida antibiotiklarni ko'p qo'llash kelajakda bolada astma kelib chiqish xavfini oshiradi. Assalomu alaykum azizlar. Inson bolasiga berilgan ne'matlarning eng shirini so'zsiz farzand ne'matidir. Har bitta inson borki, farzandim deb yashaydi. Shu farzandni har tomonlama sog'lom dunyoga kelishi ko'p jihatdan ona organizmi bilan bog'liq. Shunday kasalliklar borki, inson organizmida uzoq vaqt davomida, butun umr davomida ko'pincha davom etadi. Bunday kasalliklardan biri bu bronxial astmadir. Azizlar, bugun sizlar bilan homiladorlik davrida bronxial astma kechuvi va uni davosi haqida gaplashamiz. Azizlar, like bosishni va podpiska bo'lishni unutmang. Sizning qo'llovingiz biz uchun juda ham muhim. Bronxial astma bu nafas yo'llarini surunkali allergik yallig'lanish kasalligi bo'lib, nafas qisishi, yo'tal, xirillashlar, nafas yetishmovchiligi bilan kechuvchi kasallikdir. Homiladorlik davrida ham bronxial astma ko'p uchraydi. O'rtacha homiladorlarning 10% da bronxial astma kasalligi u yoki bu shaklda kechadi. Homiladorlik davrida ayol organizmidagi gormonal, immun tizimidagi, nafas tizimidagi funksional va fiziologik o'zgarishlar astma kechuviga u yoki bu shaklda ta'sir ko'rsatadi. 30% ayollarda astma kechuvi og'irlashadi. 30% ayollarda esa astma kechuvi yengillashadi. 40% ayolda astma homiladorlik kechuviga ta'sir ko'rsatmaydi. Homiladorlik davrida nafas markazining sezuvchanligi oshadi. Nafas olish chuqurlashadi. Lekin diafragma yuqoriga ko'tarilganligi sababli nafas hajmi kamayadi. Homiladorlik davridagi progesteron gormoni esa bronxlar devorini qisman kengaytiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Astmani ona va homilaga ta'siri. Astma to'g'ri nazorat qilinmasa, quyidagi asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Onada gipoksiya, ya'ni kislorod yetishmovchiligi, qon borisini ortishi, preeklamsiya va erta tug'ruq xavfi. Homilada esa kislorod yetishmovchiligi, o'sishdan orqada qolish, past tana vaznida tug'ilish, ba'zan erta asfiksiya, ya'ni bo'g'ilib qolish kuzatilishi mumkin. Shu bois astmani nazoratda ushlab turish har jihatdan homila xavfsizligi uchun juda muhim. Ko'p holatlarda astmani avj olishi va xurujlarning ko'payishi homiladorlikning keyingi vaqtlarda yuzaga keladi, ya'ni 2-3 trimestrlarda. Bu ko'pincha virusli infeksiyalar va ingalyatsion glukokortikosteroidlarni o'z vaqtida qo'llamaslik bilan bog'liq bo'ladi. Homiladorlik davrida bronxial astma xurujlarida quyidagilarga e'tibor berish zarur. Nazorat qilinmagan astmani homila uchun zarari dorilarning zararidan ko'ra ko'proq. Bronxial astma davosi uchun qo'llaniladigan standart dorilar homila uchun xavfsiz. Ingalyatsion glukokortikosteroidlarni doimiy qo'llash kerak. Saturatsiya, ya'ni qonni kislorod bilan to'yinish darajasini 94% dan yuqori ushlash zarur. Astmani og'ir xurujlarida homilani holatini doimiy monitoring qilib borish zarur. Lekotringa qarshi dorilarni homiladorlikda qo'llash. Bir qator xulosalarga ko'ra, lekotringa qarshi dorilarni homiladorlik vaqtida qo'llasa bo'ladi. Shu jihatdan olib qaraganda Montelukaz kabi preparatlarni qo'llashni davom ettirish zarur. Homiladorlik davrida target terapiya. Omalizumab homiladorlikda qo'llash uchun chiqarilgan preparat emas. Lekin ko'plab tekshiruvlarda homilador ayollarda omalizumab xavfsizligi isbotlangan. Homiladorlik vaqtida astmani nazoratdan chiqib ketmasligi uchun ko'pincha omalizumab preparati davom ettiriladi. Hozirgi vaqtda dupilumab, mepolizumab kabi target terapiyada qo'llaniladigan preparatlarni homila uchun zarari tekshirilmoqda. Lekin hayvonlarda o'tkazilgan tekshiruvlarda homila uchun bular zararsiz deb topilgan. Tug'ruqni tashkillashtirish haqida gaplashamiz. Tug'ruq vaqtida odatda astma xurujlari juda kam kuzatiladi. Bu yuqori simpatik aktivlik bilan bog'liq. Pulmonolog va aksher-ginekolog birgalikda hamkorlik qilishi zarur. Saturatsiya, ya'ni qonni kislorod bilan to'yinish darajasini 94-98% atrofida ushlash zarur. Umumiy narkozdan ko'ra spinal narkoz, ya'ni beldan og'riqsizlantirish nisbatan xavfsiz. Tug'ruq stimulyatsiyasi uchun
Prostaglandin E2 preparatlarini qo'llash xavfsiz hisoblanadi. Tug'ruqdan keyingi qon ketishlarda prostaglandin F2A preparatlarini qo'llashdan ehtiyot bo'lish zarur. Chunki bu preparatlar bronxlar spazmini, ya'ni bronxlar torayishini keltirib chiqarishi mumkin. Agar homilador ayol tug'ruqgacha bo'lgan muddatda, 2 haftadan ko'p bo'lgan muddatda prednizolon tabletkasini ichib yurgan bo'lsa, tug'ruq vaqtida gidrokortizonni har 6-8 soatda 100 mg dan vena ichiga kiritib borish zarur. Bolani emizish. Astma bilan og'rigan bemorlar o'z bolasini ko'krak suti bilan parvarish qilishi kelajakda shu bolada astma va allergik kasalliklar kelib chiqish xavfini kamaytiradi. Emizikli ayol prednizolon tabletkasini ichib yurishi mumkin. Prednizolon oz miqdorda ko'krak suti orqali bolaga beriladi, lekin bu zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Klinik jihatdan ahamiyatsiz bo'lib hisoblanadi. Astmaga qarshi dorilarni ham qo'llash zarur. Azizlar, bu safar sizlar bilan homiladorlikda bronxial astma kechuvini qisqacha ko'rib chiqqan bo'ldik. Savollaringizni izohlarda kutamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.